Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tellayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshlaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jijji uyalcha ekan-a, dada? Jijji emas, ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Selab pasta bo'lib ketdi. Antoshka, paydim kapayt kartoshku. Bo'ldi, janim jon ekan sizda o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaram. Yesanglarchi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashina poshingiz bormi o'zi? Mono bor, mono. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopriz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Hey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmagandek o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Bizni tojoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi, hey. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman, shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurma yoqqa qo'yaman. Dada, men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga white box holatda uy olib qo'yibman. Dada, araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada, o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali, tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik, dada. Dada, men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, muzik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydi, ish qilib. O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'ynisini yo'q. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblinini ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bundaqchi? Ana krasavchi bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz-jiz. Dadan keldi, qiz. O'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'iga yeb yuribsizmi? Otaxon chumizga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon.
Papa to'y ordingiz lekin sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti hayvon, balki plos. Cherryni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mana shu yerda o'tirib tur. Davay pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimcha yig'ib qo'ygan pulim bor edi, shunga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Vo, bu Cherryni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring olaman seni. Qizim vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, yertaga kelim mana. Olmaz. Mashina olaman o'ylaydi, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sen ketgan. Mashina olib minib yuraman deyodim-a. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayni hammasi deyman, ko'tarishdi, hayvon. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Yo, menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, aka. Brat, unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishani. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yag'i bilan o'tgan safar ichishga qarshi lecheniya qiluvdik, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsang, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yag'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'i bilan qolmadi. Barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'lamay o'ligi. Endi jincha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlardan ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qiziyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon, oling bari kvadro berizni. Yashamayli ekanda.